9,5 million pul ketgan sanuzelimizni ko'rsatamiz. Bu yerga bizni quyma bachokli Emerich brendidan unitazimizni qilib berganmiz. Bundan tashqari qora 80 santimetrli sushilka, aksessuarlar ham полностью qora bo'lgan. Oynalarimiz ham qora ramkali, podsvetka, обогрев funksiyalariga ega soat, undan tashqari xonani gradusini ham ko'rsatib turadi. Smesitellarimiz ham Emerich brendidan quyma korpusli, korpuslari latundan ishlangan sifatli mahsulot. Qora knopkalar bilan kalibratsiya qilingan. Rakvinamiz ham PVC shkopdan suvga chidamli, ishmaydigan, davochka mexanizmlar bilan jihozlangan, sekin yopiladigan eshikli. Rakvinasini ham ichi chuqur, tahorat qilganda umuman tashqariga suv sachrab ketmaydi. Bu yoq tomonni ko'rsataman. Dushovoy kabinaning ichiga Emerich brendidan xuddi o'sha rakvina smesitelli dizayndagi tropiskiy dushimizni qo'yib berganmiz. Bu ham qora rangda latun korpusli, leykalari 30 ga 30 katta leykali, o'zini o'zi tozalaydigan rezinalar bilan jihozlangan. Bundan tashqari shampun qo'yish uchun qora rangli polga qo'yib berganmiz, nerjaveka zanglamaydigani. Dushovoy kabinamiz ham cheti qora ramkali kalyonli oyna bilan jihozlangan. Kalyonli oyna mabodo sinib ketadigan bo'lsa ham odamga zarar bermaydi. Mashinaning labovoyiga o'xshab mayda zararlarga bo'linib joyida qotib qoladigan oyna qilib berilgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, sanuzelimizda polniy hamma aksessuar smesitellar qora rangli teksturadan foydalanilgan, kafillariga moslab chiroyli qilib berganmiz. Bu sanuzelimizga общий mahsulotini o'ziga 9,5 million so'm pul ketdi. Ustanovka xizmatlari $100 ga aylandi. Kimga shunaqa santexnika mahsulotlari kerak bo'lsa, profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hamma yombop narxlarda qilib beramiz.